Kuzatuvchilar, mana bugungi kaytovligimiz Airfield'ni 3-vipskasi. Bunda shunday xatolik beryapti. BC HL ошибка chiqyapti. HL ошибкasi nimadan bo'ladi? Ko'pincha sistemani tiqilishidan. Sistemani tekshirdik, sistemalar ochiq. Sushilka edi, sushilkasi ham ochiq ekan. Uchinchi muammosi NDS datchik deyiladi. NDS datchikda muammo bo'ladi. Shundaqangi NDS datchiklarni almashtirib, tekshirib hozir qo'yib ishlatamiz. Mana o'zidagisi. NDS datchik bo'ladi birinchisi, tepadagisi, ikkinchisi. Bu unchalik rol o'ynamaydi. Bu ham rol o'ynaydi. Haroratlarni tekshirib, normalizat qilib turadi. HL ошибкасini berganda, o'sha ajratgandan keyin qizib ketadi. Qozonxonadan suv qizib ketganda ajratadi, qaytib qo'shmaydi. Yoki qo'shgan taqdirda ham ko'p shunaqangi holat uchrasa, shuni almashtirib ko'rish kerak bo'ladi. Birinchi navbat yengilroq ishida boshlash kerak. Datchigimizni hozir almashtirdik. Boshqa yangi datchik qo'ydik, o'zining eskisi mana. Xo'p, endi tokka tiqib tekshiramiz. Kotyolimiz yondi. Alolar normada ishlayapti. Harorat ko'tarishini tekshiramiz. Agarda harorat juda tez ko'tariladigan bo'lsa, sistemadan tiqilish bo'layotgan bo'ladi. Yoki mana qarangizlar 60, 31, 32. O'sha normaga tushib boshladi. HL ошибка bermaslik kerak, hozir qizigan holatdagi.